Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, Kreativ futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng qiziqarli va muhim yangiliklarni taqdim etishga harakat qilamiz. Albatta videoni boshlashdan oldin mehnatlarimizni qadrlagan holda like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Demak, biz videoni boshladik. Shomurodov Turkiya Super Ligasida mavsum to'purari bo'ldi. Başakşehir klubi hujumchisi Eldor Shomurodov Turkiya chempionatining joriy mavsumini eng yaxshi to'purarga aylandi. Trabzonspor hujumchisi Onvachu Super Liganing so'nggi turida gol ura olmadi va Eldorni quvib o'ta olmadi. Nigeriyalik hujumchi oxirgi 5 o'yinda birorta ham gol ura olmagan bo'lsa, Eldor so'nggi 6 o'yinda 6 gol muallifi bo'ldi. Shuningdek, Eldor penaltisiz gollar bo'yicha 18 ta, gol plus pasta ham 22+5 eng yaxshi ko'rsatkichga ega. Shuningdek, Shomurodov Turkiya Kubogi doirasida bitta gol muallifi bo'ldi. Eldor Shomurodov Yevropa ligalarida to'pirar bo'lgan ikkinchi o'zbekdir. Avvalroq Maksim Shatslik 2 marta 2000-2003 yillarida Ukraina chempionatida to'pirar bo'lgandi. Shomurodov oltin butsa uchun kechgan kurashga munosabat bildirdi. Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining 2025-26 yildagi mavsumida eng yaxshi to'purar bo'ldi. Hujumchi 34 ta uchrashuvda maydonga tushib, 22 ta gol kiritdi. So'nggi turdagi Gaziantepga qarshi bahsdan keyin Shomurodov to'purarlik uchun kechgan kurash haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Albatta, juda xursandman. Jamoamga ham katta rahmat aytaman, chunki men bu natijaga yolg'iz erisha olmasdim. Biz juda yaxshi mavsum o'tkazdik va chempionatni 5-o'rinda yakunladik. Endi esa Kubok finalini kutyapmiz. Bu o'yinda Trabzonsporni qo'llab quvvatlaymiz, dedi o'zbekistonlik forvard. Ma'lumot uchun, Istanbul Başakşehir mavsumni 57 ochko bilan 5-pog'onada tugatdi. Agar Trabzonspor Turkiya Kubogi finalida g'alaba qozonsa, Nuriy Shahin shogirdlari Konfederatsiyalar Ligasi yo'llanmasiga ega chiqadi.